Hop, assalomu alaykum hammaga. Bugun bitta qo'shimcha dars o'tib bermoqchiman o'zim hamma uchun. Bu mavzuyimiz demak main tenses in English, ya'ni ingliz tilidagi asosiy zamonlar haqida bo'ladi. Demak, ingliz tilida bilamiz, eng asosiylari 12 ta zamon, ya'ni 16 ta zamon deyishadi. Umumiy bitta ko'rsatib yuboraman. Qanaqa, nima zamonlar o'zi? Hamma tilda 3 ta zamonu, nima uchun ingliz tilida unaqa ko'p? Hammasiga bitta oydinlik kiritib olamiz. O'zi zamonlar ketma-ketlikda qarasak, past, ya'ni o'tgan zamonlar, present, hozirgi zamonlar va future tenses bor, to'g'rimi? Ya'ni kelasi zamonlar. Mana shu 3 ta zamonni ingliz tilida to'rttadan holati bor. Uchta zamon bor, lekin bizda mana shu uchta zamonni to'rttadan holati bor. Misol uchun, har birida to'rttadan holatimiz, ya'ni birinchi holat bu simple zamonlar, ikkinchi holatimiz continuous zamonlar, simple ya'ni oddiy zamon degani, continuous bu davomli zamonlar. Uchinchisi perfect zamonlar, ya'ni tugallangan zamonlar. Bizda to'rtinchi shakli ham bor, perfect continuous. Perfect continuous. Ya'ni tugallangan davomli zamon degani. Ya'ni kim? Mana shu uchta asosiy zamonimiz o'tgan past, hozirgi present hamda kelasi future zamonimizni to'rttadan holati bor ekan. Past simple, present simple, future simple, past continuous, present continuous, future continuous, perfect, perfect continuous va hokazo va hokazo. Ya'ni kim? Har birini mana shunaqa to'rttadan holati bor. Ya'ni simple zamonlar degani bu oddatiy holatlar. Misol uchun past simple o'tgan zamonda bo'lgan ish harakatda, present simple hozir doimiy holatda bo'ladigan ish harakatda, umumiy. Future simple kelasi zamonda bo'ladigan ish harakatda bildiradi. Shunga o'xshash. Biz hozir bu 12 ta zamonni hammasini ko'rib chiqmaymiz. Bundoq qo'shib chiqsangiz, demak 12 ta chiqadi hammasini, ya. Eng asosiy main tenses in English, alright? Ya'ni kim ingliz tilidagi eng asosiy zamonlari ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Bu 3 ta, 4 ta, uzoq bo'lsa 5 ta zamonga boradi. Men o'zim eng ishlatilishda aktiv bo'lgan, ya'ni aktual bo'lgan zamonlarni ko'rsataman. Bundan tashqari mana bu 12 ta bo'ldi, ya'ni 16 ta desangiz, ya'ni 16 ta future in the past zamonlari bor. Ya'ni kim kelasi zamonni o'tgan zamon holati. Men bunaqa qilgan bo'lardim, bunaqa bo'lardi. Bu уже conditionallar, ya'ni ifli gaplar, agarda gaplarga, shartli gaplarga borib taqaladi. Kerak emas hozircha. Eng asosiy ingliz tilida fundamental gapirishimiz uchun kerak bo'ladigan zamonlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Demak, bizga mana shu 3 ta zamonda gapirishimiz uchun turli xil holatlar kerak, to'g'rimi? Ya'ni albatta men gapirishim uchun o'tgan zamonda ham, hozirgi zamonda ham, kelasi zamonda ham gapira olishim kerak. Eng asosiylarini men bu yerda sanab o'taman va tez tushuntirib ketaman. O'tgan zamonda bo'lib o'tgan ish harakatlarni bildirish uchun bizga past simple o'zi yetarli. Ya'ni past continuous, past perfect continuous qilib alohida qilib o'tirmaymiz hozir. Demoqchi bo'lganim, o'tgan zamonlarni ifodalash uchun hozircha past simple o'zi yetarli deb hisoblab turamiz. Undan keyin doimiy holatda bo'ladigan ishlarni biz ifodalashimiz kerak, to'g'rimi? Men ertalab 7 da turaman. Balkim yuguraman, balkim yugurmayman. Shunga o'xshash, to'g'rimi? Doimiy holatlar uchun demak bizga present simple ham kerak. Present simple. Va kelasi zamonni ham ifodalashim kerakmi? Demak, menga future simple ham kerak. Ya'ni eng asosiy ishlatilsa bo'ladigan zamonlardan deb aytsak bo'ladi mana shu uchalasini. Va qarang, mana shu 3 ta simple ni tugatib olaylik, keyin qolganini aytaman. Ya'ni o'tgan, hozirgi, kelasi zamonda gapira olyapsizmi? Umumiy fikringizni oddiy holatda ifodalasangiz bo'ladi. Hozircha mana shu uchalasini yozib chiqamiz. Demak, qarang. Bularni o'zi formula jihatidan o'rganiladi. Mana bunaqa, misol uchun birinchi shaxs kelishi kerak, ya'ni subject, ega kelishi kerak, boshqa qilib yozib chiqamiz. Bundoq qaraysiz, hamma zamon uchun bir xil bo'ladi. Ya'ni kim shunchaki biroz o'zgarish bo'ladi, xolos. Biz nimadan boshlaymiz? Osonroqdan boshlayveramiz bo'lmasam. Demak, qarang. Past simple qanaqa yasaladi? Formula jihatidan va ishlatilish jihatidan qanaqa bo'ladi? Tasdiq bilasiz, gaplarimiz uch xil holatda bo'ladi. Tasdiq gap plus bilan ko'rsatib qo'yaman. Inkor gap minus bilan ko'rsataman. So'roq gap. Bu nima degani tasdiq, inkor, so'roq deb turgan bo'lsangiz, tasdiq gap bu ha mana shunaqa bo'ldi, mana shunaqa qilindi deyish uchun. Inkor unaqa bo'lmadi, to'g'rimi? So'roq gapi bilasiz, savol berishdagi. Demak, formula jihatidan yozaman. Birinchi ko'rsatib o'taman hammaga. Xo'sh, past simple da demak bizda ega bo'ladi. Undan keyin fe'l bo'ladi. Bo'ldi. Fe'lga ed qo'shimchasini qo'shasiz yoki ikkinchi qator fe'llarni ishlatasiz. Ya'ni noto'g'ri fe'l bo'lsa, fe'llarimiz ikkiga bo'linib ketadi-da. Shu o'zi bu nima degani desangiz, qarang. Subject bu ega, ish harakatini bajaruvchi shaxs. Men, sen, u, biz, ular
To'g'rimi? I, he, you, she, it. Bu yerdagi darsimiz ingliz tilidan oz-moz xabari bor odamlar uchun. Noldan boshlab turib buni ko'rib olsangiz tushunmay qolishingiz mumkin. Xo'p, demak, ega ish harakati bajaruvchisi, verb ish harakatini asosi, ya'ni ish harakatini o'zi, fe'l nima qilmoq, nima bo'lmoq. Misol uchun men kecha nima qildim? Mana shuni ifodalamoqchiman. Deylik, I, right? Men nima qildim? Mana egani yozdim. Undan keyin fe'l ishlatishim kerak, to'g'rimi? I played. Mana play fe'li to'g'ri edi, ed qo'shib qo'yaman. I played football. Qolgani gapni davomida, ya'ni I played football, keyin gapni oxirida joyi bilan vaqtni ifodalaydigan so'zlarni qo'yasiz. Yesterday. I played football yesterday. Kecha futbol o'ynadim. Qarang, ko'rinib turibdi. Endi noto'g'ri fe'l ham bo'lishi mumkin, nimadir sotib oldim deyish mumkin. Buy fe'li bor bizda, o'tgan zamon shakli bought bo'ladi, to'g'rimi? I bought something yesterday. I bought a car misol uchun. Kecha emas, endi qachon bo'lsa ham balkim. Va ikkinchi qator fe'lni ishlatdik endi bu yerda. I bought a car. Demoqchi bo'lganim, hammasiga yozib bittalab bunaqa to'xtalib o'tirmayman. Formulasini yozib ketaveraman, o'zingiz tushunib olasiz. Nima qo'yishni tushuntirdim asosiy. Present simple da ham, future simple da ham xuddi shunaqa qo'yish bo'ladi. Ya'ni kim ish harakatni egasini, kimni qo'yib ketaverasiz. Inkor shaklda bizda qisqartirib yuboramiz subjectni s qilib, keyin did bilan yasaladi va not inkor yuklamasi hamma joyda, hamma shaxsda, hamma zamonda, ya'ni kim. Va fe'l o'zgarmaydi. Uje bu yerda id qo'shgan bo'lsa yoki ikkinchi qator fe'lni ishlatgan bo'lsak, inkor va so'roq shaklda past simpleda fe'l o'zgarmaydi, sababi did bor, o'tgan zamonni bildiradigan. Bu yordamchi fe'l tarjima qilinmaydi. I did not play football deb yozsam, hozir bu yerda futbol o'ynamadim bo'ladi. So'roq shaklda shunchaki didni oldinga olib chiqasiz egadan. Did subject plus verb. Qolgani gapning ikkinchi darajali bo'laklari. Mana bu past simple. Endi e'tibor bering. Misol uchun, did you play football? Futbol o'ynadingizmi? Bo'ldi. Xo'p, endi present simple. Present simple ham formulasi deyarli bir xil. Past simple bilan faqat ozroq o'zgarish bo'ladi. Nima qilamiz? Tasdiq gapda. Uje tushundingiz, ega kelsam nima ekanligini, ya'niki mana bu ega bilan fe'lni o'shani asosiga qurib ketaveramiz. Subject bo'ladi bu yerda ham, i fe'l bo'ladi. Ya'ni to'liq qilib yozing bu yerda. Tasdiq gapini subject plus verb bo'ladi. Unda hozirgi zamonligini qanaqa ajrataman desangiz, bunda fe'lga ses qo'shiladi, faqatgina uchinchi shaxs birlik uchun. He, she, it uchun. Okay? Buni tushuntiraman. Qolgan gap bitta. Misol uchun, birinchi shaxs bo'lsa qo'shilmaydi. Men bankda ishlayman demoqchisiz, to'g'rimi? I work. Bo'ldi. Men ishlayman dedingiz. Bu gap o'ziga aylandi. I work. Endi bankda deb qo'ying bo'ldi. At a bank. Bankda ishlayman. I work at a bank. Lekin uchinchi shaxs bo'lsa dedim, ss qo'shamiz fe'lga dedimmi? I emasdagin Jack misol uchun he ga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Works qilaman shuning uchun. Shu narsa. Jack works at a bank. Jack bankda ishlaydi. Buni inkor so'rog'i xuddi mana bu past simple ga qarab turganingizdek tushunib olasiz. Hozirgi zamon shakli bor. Did fe'lini yordamchi fe'l sifatida kelgan. Do, does subject bo'ladi. Do yoki does undan keyin fe'l bo'ladi. Qolgani gap davom ketaveradi. Xo'p, not qo'shish esdan chiqib qolibdi. Not qo'shamiz inkor bo'lganligi uchun doimiy holatda. Endi does nima uchun, do nima uchun deyishingiz mumkin. Mana bu yerda ss qo'shdik uchinchi shaxs ajratish uchun. Endi tasdiq gapda bu yerda shunaqa bo'lgan bo'lsa, inkor gapda doesni uchinchi shaxsga ishlatamiz. Ya'ni Jack doesn't work. Jack does, mana Jack does not work at a bank. Bo'ldi. So'roq shakli ham xuddi shunaqa yasaladi. Qolgan shaxslarda do ishlatasiz-da. Mana I do not work at a bank. Qolgan shaxs hamma shaxsga. Bu yerda do does endi oldinga chiqadi. Umumiy formulani uje tushunishni boshladingiz. Nima degani u desangiz, qanaqa tushunishni boshladim? Hammasida demak bir xil ekanda, qonun qoida. Ya'ni mana bunaqa tasdiq gaplar yasalsa, inkor gaplarda not qo'shib yasaladi, yordamchi fe'l o'zi o'zgaradi, xolos. So'roq gaplarda shunda oldinga chiqadi yordamchi fe'l. Future'da ham xuddi shunaqa. Brothers, sisters. Qanaqa qilamiz? Subject, tasdiq gap, oldiga fe'l qo'yganim, will ishlatiladi, yordamchi fe'l kelasi zamonni bildiruvchi. I fe'l. Bu juda ham oson. Mana shuni qilasiz bo'ldi. Mana ertaga futbol o'ynayman. I will play football tomorrow. Oson narsa, oddiy gaplar bilan tushuntiryapman, hammaga tushunarli bo'lish uchun. Undan keyin esa ega will not inkor gap. Undan keyin fe'l I will not play football. Qolgani gapni davomi va ikki nuqta qo'yib qo'yapman. Xohlagan holatda yozib Endi so'roq gap nima bo'ladi? Ha, tushunib turibsiz. So'roq gapda oldinga chiqaraman willni. Will subject plus verb. Bo'ldi. Va futbol o'ynaysizmi ertaga? Will you play football? Tushunarli-a? Bu 3 ta zamon bo'ldi. Men demak o'tgan zamonda gapira olaman hozir. Hozirgi zamonda gapira olaman, kelasi zamonda gapira olaman. Endi nima kerak menga? Endi
bo'layotgan ish harakatlarni ifodalashim kerak. Ya'ni davomli zamonlar kerak. Xo'p, bu yerdan endi davomli zamonlar yozishni boshlaymiz. O'tgan davomli zamon kerakmi? Mana shunaqa qilayotgan edim. Mayli, uni ham yozib qo'yamiz, oson. Past continuous bor bizda. Present continuous bor. Hozirgi bo'layotgan ish harakatlar uchun. Yeah, present continuous. Demak, o'tgan davomli zamon, hozirgi davomli zamon. Kelasi davomli zamon shart emas. Ya'ni ertaga mana bunaqa qilayotgan bo'laman. Ko'p ishlatilmaydi-yu bizda ham, to'g'rimi? Ertaga mana bunaqa qilaman deymiz. Demoqchi bo'lganim mana 3 ta zamonni bu yerda ko'rdik. Mana bu 2 ta zamonni biling, bo'ldi. Ben 5 ta zamon bilan vaholanki gapirib yursangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, mana shu ikkalasini o'rganamiz, bo'ldi. Demak, past simple va present simple, past simple, future simple kerak edi. Gaplashib o'rganib oldik. Davomli oddiy zamonlar kerak. Continuous zamonlardan bizga past continuous va present continuous. O'tgan davomli zaman, hozirgi davomli zaman kerak. Hozirgi davomli zaman hozirgi kunda yoki shu kunlarda bo'layotgan ish harakatlar yoki hozirgi paytda bo'layotgan ish harakatlar uchun. Past continuous esa o'tgan zamonda bo'lib turgan ish harakati uchun. Misol uchun, sen kelganingda uxlayotgandim deysiz, uxlayotgan edim, demak past continuousda bo'ladi. Kecha soat 2 da ko'chada yuruvdim deganingiz past continuousda bo'ladi. Xullas shu narsa. Present continuousdan orqaga qarab qaytara olamiz. Demak, tasdiqlab tushundingiz buni. Bizda juda ham oddiy narsa bor. Shaxslarda to be ishlatish. Am is are. Bilasiz bu narsani. Am is are plus verb ing. Fe'lga ing qo'shiladi mana. Verbga ing qo'shimchasi qilib ko'rsatib qo'ya qoling. Mana formula shu. Juda oddiy narsa. Inkor so'rog'ini shunga qarab yasaverasiz. Qarang, am is are nima uchun ishlatamiz? Bilasiz, mana I ga nisbatan am ishlatiladi, you ga nisbatan are ishlatiladi. He, she, xullas kalom, mana bu yerda yozib qo'yaveraman. He, she, itga nisbatan is ishlatiladi. Qolgan ko'plik shaxslarda hammasida ham are ishlatiladi. O'sha narsani esdan chiqarmang, bo'ldi. To be bu yordamchi fe'l. Shunchaki zamon yasash uchun ishlatiladi bu. Okay? Davomli zamonda ishlatasiz kamiga. Misol, nima qilyapman hozir? Men hozir dars o'tyapman. Siz nima qilyapsiz? Siz tinglayapsiz. You, siz tomonlab gap yozaman. You ga are dedimmi? You are tinglamoq fe'lini ishlataman endi. Tinglamoq, listen degani tinglamoq fe'li. Endi nima qilaman bunga? Mana ing qo'shaman. You are listening. Nimani tinglayapsiz? Qo'shiqmi yoki kinonimi tinglayapsizmi yoki darsni? Mana to the lesson. Darsni tinglayapsiz. You are listening to the lesson. Listen to bilan keladi-da, o'shan keyin o'rganaverasiz ekan. Asosiysi mana you are listening. I am working. She is sleeping. U uxlayapti. Inkor so'rog'i juda oson. Shuni o'zi bilan yasab qo'yaverasiz. Boyaga aytganim, mana bu yerga not qo'ysangiz bu inkorga aylanib qoladi. Misol uchun, nima qilmayapsiz hozir? Hozir siz o'qimayapsiz. You are not reading a book. Kitob o'qimayapsiz-da, kitob mutolaa qilmayapsiz. Yokida do'stim ishlamayapti. My friend is not working. So'roq qilish uchun nima qilaman desangiz, so'roq qilish uchun boyagi qoida yana hamma joyda bitta narsa deyapman. Unda oldinga chiqarasiz, bo'ldi. Ishlayapsizmi demoqchiman yoki o'qiyapsizmi demoqchiman. Are you reading? Are you working? Yoki nima desam bo'ladi? Mana it bo'ladi telefonga nisbatan. Bu nima desam bo'ladi? Bu ishlayaptimi deb qo'ya qoling. Is it working? It. Tushunarli? Yoki is my phone working? Xullas, so'roq gapda mana shunday egadan oldinga chiqarib qo'yaman, bo'ldi. Endi qarang. Brothers, sisters. Juda ham oddiy narsa. Mana shuni o'tgan zamondagi shakli past continuous bo'ladi. O'tgan zamondagi shaklda nima qilaman shunchaki desangiz, am is are ni was were ga aylantirib qo'yaman. Bunda yozib ko'rsataman, bo'ldi. Videomiz ham tugaydi, qisqagina. Tasdiq gap inkor so'rog'ini o'zidan yasaveraverasiz. Ko'rdik demak. Subject bo'ladi. Am is are ni o'rniga was were qilaman. Was were plus verb ing. Formula o'sha. Mana am is are o'tgan zamonda was were ga o'zgaradi. Nima qanaqaga o'zgarishini bilsangiz bo'ldi. Am bilan is was bo'ladi. Are esa were bo'ladi. Shu narsa. Misol uchun, ma'nosi nima bo'ladi bu desangiz, misol mana bu yerda aytayapman. I am working. Men ishlayapman. Bu yerda nima deyman? Ishlayotgan edim bo'ladi. I was working. Ishlayotgan edim. Bo'ldi. Endi zamonlarni qo'shishi, qolgan narsalarni sekin o'zingiz bilib, ko'rib, o'rganib olaverasiz. Mana shu 5 ta asosiy zamon edi. Biz ishlatib olsak bo'ladigan. Videoni ko'rib chiqing, hammaga ulashib qo'ying. Yoqqan bo'lsa xursandman. See you again.